Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Mana Buzuqqo'rg'onga yana bir xonadonimizga keldik. Mana hozir endi tortishni boshlaymiz. Mana shu holatda joyimizga bitgan holatini ham hozir sizlarga video qilib tashlaymiz. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Mana do'stim chiroqli joylarni moslayapti. Tagiga taxtalarni qo'yib hozir endi kabellarni chiqarib moslab qo'yishadi. Chetidagi baketlarni mana qatirib natrijga tortishga tayyor qilib qo'ydik. Endi natrijni tortish qoldi xolos. Mana xonadonimiz natrijni patologini tortib tugatdik. Chiroqli joylarni moslab nimalargacha tayyorlarni qatirib qo'ydik. Shuna xizmatlar kerak bo'lsa 99 141 15 15 raqamlariga telefon qilishlaringiz mumkin.